Teri va hiddan ishonchli himoya qiladi. Kiyimda dog' qoldirmaydi va matoni shikastlamaydi. Yevropada ishlab chiqarilgan. Bu videoda biz yana o'sha dahshatli Darknet saytiga kirib, bizga yana qanaqa yangi dahshatli klon kelishini va bundan oldingi qismda topilgan o'lim daftari aslida qanaqa kuchga egaligini bilib olamiz. Va qani ko'ramiz. Bu qismda biz Sardorni topa olamiz. Bunaqa savollarga javobni esa videoni oxirigacha ko'rsanglar olasizlar. Varolab ochgan balki. Darknet 4-qism. Klonlarning boshlig'i kim? Va aynan mana shu video uchun shunaqa katta dacha olib yana biz yig'ildik. Va endi bo'lmasam, dachanchiga kirib, mana shu hamma ishni boshlaymiz. Ketdik. Do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib, yana mana shunaqa bir qotil bir klonlarni chaqiramiz. To'g'risi do'stlar, ko'rib turganingizdek, har doim ham bu videoni olish menga kayf bermaydi. Ya'ni hozir o'zim realni qo'rqaman va realni cho'chonman. Chunki har safar borganda qo'rqinchli klon kelyapti va bu safar qanaqadir klon keladimi yoki yana o'zimiz kirib hozir zakaz qilamizmi bilmayman. Lekin nima bo'lsa ham sizlar videoni oxirigacha ko'rsanglar, nimalar bo'layotganini tushunib olasizlar. Va albatta men 100% bilaman. Mana shu videoni kommentiga ham sizlar, bu videoning keyingi qismi, ya'ni Darknet 5-qism chiqsin deb to'xtamasdan yozasizlar. Даже Instagram, Telegram ham, xullas hamma yoqda sizlar shu gapni yozdinglar. Ya'ni Darknet 4-qism haqida. Ya'ni 5-qismni ham so'raysizlar. To'g'risini aytsam do'stlar, biz mana shu tipa YouTube serialimizni 20 ga yaqin seriyasi bo'lishi mumkin. Faqatgina sizlar har bitta videoda aytilgan shartni bajarsanglar. Masalan, bu videoda men sizlarga 101 mingta like so'rayman. Va sizlar like juda tez yig'ib, omoniki video qanday tez so'ramasligingiz uchun obuna ham bo'linglar. Ya'ni 20 mingta yangi prям obunachilar. Biz tezroq 3 million bo'lib va 5 millionga qarab ketishimiz kerak. Shuning uchun hozirroq obuna bo'ling va like bosing. Boya o'tganimdek 101 ming like va 20 ming obunachi Darknetda 5-qism chiqadi. Agarda bu qismda tirik qolsak. Endi bo'lmasam do'stlar, Darknet saytiga kiramiz va buni har doimgidek o'sha mani kompyuterni bajaramiz. Bolalar tayyormisizlar? Har doimgi gapimiz. Bu oxirgisi. Bu oxirgisi deymiz. Menyuyimizga kir. Nimalar bor, ko'raylik. To'g'risini aytsam do'stlar, biz o'sha bo'lgan voqealarni Gambitaga ketdik, ya'ni ko'zlar oqarib qolgani va yana boshqa narsalarni. Lekin Gambitaga hech bo'lib bo'lmadi do'stlar. Tanimayaptilar nima bo'layotganini. Va endi bo'lmasam do'stlar, biz yana mana shu Darknet saytiga kirib oldik va tayyormisizlar? O'zi duxi bormi? Sal gapiringlar. Men chota qo'rqyapman, chunki o'tgan safargi voqealardan keyin Gambit aka bunaqa hammamizni qo'rqitib qo'ygandan keyin. Ya, Gambit aka mana shu prosta hazillashdi va bizni mana shu o'lim daftari yordamida bu jonni yo'q qildik. Mana o'zi qanaqa his qilasiz? Zo'r, chotki, ideal. Hozir yana qarindosh urug'larimizni chaqiramiz va shou bo'ladi. Qarindosh urug'ingiz? Bu hazil. Ha, okey. Hop. Hazilda. Mayli, bo'lmasa mana endi do'stlar, sal pastroq o'tishamiz va bizni chaqirmagan mana bu dahshat degan klonni chaqirib ko'ramiz. Nima deysizlar? Mahallinskiy, Nashinskiy dahshatlaridan. Dahshat. Yoshi 29 da, bo'yi 1.92, natijalari 26 ta odam. Umid qilamizki, 26 odam o'lmagan, просто klonga aylangan. Xo'p, u haqida o'qiymiz. Ko'chma sirk yopilgach, barcha artistlar yo'qolgan. Faqat bittagina klon qaytib kelgan. Lekin u endi odamga o'xshamasdi. Mana de qizig'i. Chaqiramizmi? Da. Voy. Pichib. Sizlarni bosaman, shoshin kirmayapti. Kirmayapti. Mana qolganlarni bosib ko'raylik. Kirmayapti, hech qaysi bosilmayapti. Sayt ishlamayapti. O'tgan safar ham shunaqa bo'lgan. Ya, balkim tugagandir bu narsa. Yo, balki hozir yana bosib ko'ringchi, boshqasiga o'tkazib yuborar. Mana bosaman-ku, maqomman bosmasdan. Enter ham bosaman. Sayt ishlamayapti. Shu sayt yopilgan. Vallahi video shu joyda tugadi. Yo, hop, stop. Sayt yopilgan deyish oson, ya'ni sayt yopilgan bo'lsa, navbat bizga plyus. Sardorchi. Hozir nima qilamiz? O'ling-a. Anaqa chimadan qani? Olib kel chimadan. Balkim bu o'yinimizning yangi seriyasi va yangi ssenariysidir. Uje biz mana bunaqa notebooklar bilan sekin kirib zakaz qilishimiz shart emasdir. Olib kel chiqani? Xo'sh, do'stlar, yana o'sha chimadan. Oy. Xo'sh, mana qanaqadir bir tinga o'yinchoqcha va Yulduzni eslatadigan narsa. Da, shaytonlarimiz daftar kitob. Xo'p, bo'ldi. Mana olib tashlab bo'ldi. Bizga o'sha o'yinchoqsiz kerak emas. Bizga daftar kerak. Va endi bo'lsa, yana o'sha o'tgan safargi kobradan qolgan yozmalar va yana qolgan polni oppoq narsalar. Xo'p, daftar bizga qanaqa podskazka beradimi? Qanaqadir faqat shu bizlar bilan yomon narsa bo'lgandan keyin beradi. Ya, qara, hozir ham biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti, do'stlar. Mana o'zinglar ham chat yoki kommentariyada yozinglar, biz bilan yaxshi narsa bo'lmayapti. Mana risklar chiqishi kerak. Mana qarang. O'lim daftari, lantlangan bashorat kitobi, o'xshaganga nimadir deyapti, to'g'rimi? Da. Gambit aka qo'rqitmang. Gambit aka! Hey! Sen qadrsizsanmi? Sen qadrsan? Bilaman, Gambit aka qadrsan. Qarang, nimadirdan cho'chib ketdi, ko'zi yoshlanib ketdi dash. Yig'laverdi. Ol yaqindan yig'laverdi Gambit aka. Brat. Biling, yana. Shoshma. Gambit aka nima?
Mana nima? Nima? Ovozi Voy, nimaga yig'layapsiz? Men qo'rqaman, yig'lamang bilan. Nima bo'ldi? U miyamda ovoz eshitilyapti. Qanaqa odam eshitdingiz? Qarangdir, xat, bir bola, nimadir, kitob. Xat? Ha. Xat kitob? Da, xat, kitob, bir bola deyapti. Yo'q, kitob hech bola yo'q-da. Qanaqa xat bo'lishi mumkin bilay. Parolab ochgan balki. Jildan ber. Damdek o'zi qilib qolmadingiz qilib? Yo'q. Kitob hech qanaqa podkastga bermadi-ku. O'zingizlar qo'l qilmadinglarmi? Ichimdan polni bu paytda meni uyimda bo'lgan. Eng qizig'i hozir Gambit qayerdan bildi bu narsa borligini? Men miyamga eshitildi bu narsa. Kimdir gapirdi menga. Xat, kitob, bir bola deb. Hop. Okey, birinchisiga Goblin deb yozilgan. Ya'ni birinchi kelgan klon, ikkinchisi Cobra deb yozilgan. Bu ikkinchi kelgan klon. Menimi kim? Chikko. Bu nima? Bu ana. Ha? Bile, Cobra, u keladi degan. Keladi? Glavniysimi? Balkim mana shu zirkalangiz qaranglar Chikko. Ikkita chetida anu yordamchi katta o'rtada. Shoshmanglar, mana qaranglar. Saytda ham yo'qda bunaqasi. Yo'q, umuman bunaqasi. Nima bu? Mana qaranglar. Chikko. Mana rasmini turishini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi sizlar? Bunaqasi yo'q bunaqasi. Bor-ku. Balkim chaqirish uchun qorbobo degan. Shoshma, eshik yop. Do'stlar, xolos, men o'ylashim bo'yicha mana bu chikkosi keldi. Bu daftar yo'qol chiqay birinchi bo'ldi. Bekitish kerak buni zira. Tablo qo'lim qaltiryapti. Chamadan Olib kel, Maqsud tezlash, ukam. Всё, давай bekitamiz. Bekitishni yo'qotdi. Bizni tungi ko'radigan kameramiz. Tunda hammanglarni ko'ramiz, qilayotgan ishinglarni kadrchi. Shunda siz hazillashmoqsiz shu paytda ham, ha? Lekin biz sizdan ham qo'rqamiz. Hozirgi bo'lgan narsa oddiy narsa emas, xat ko'rganingiz. Balki bu meni sirli qobiliyatimdir. Bu 100% bizning foydamizga. Voy, o'zi eshit tashqaridan. O kimadan yashiraylik? Холодильниги, давай, ayt холодильниги. Ya'ni lekin bundan oldingi videoda даже klonni холодильnigiga ham ochgan. Bular biladi aka. Liftda nima joyga bekitamiz, tashqariga. Shoshma, oldin chiroq yoqaylik. Chunki uydan nima o'tgan ko'rib turishimiz kerak. Maqsud, davay, tez chiqaylik. Yetti, bo'l, tashqarida yo'q. Hozir ushlab oladi u yana tashqarida. Kim ushlab oladi? Qanaqa qilib sug'ishib ketmaydi, sotib olaylik. Atmosfera qarang, hamma joyda suv to'shdi. Qaysi tarafda? Ha, mana bu tarafdami? Qatta bassengami? Xuddi shu payt men sizlarga Famstrecha haqida aytib bermoqchiman. Ya'ni do'stlar, esingizda bo'lsa, biz 3 million obunachiga erishdik va bu 3 million obunachilar men nafaqat bloger tanishlarim va yana boshqalar bilan, balkim men obunachalarim bilan real hayotda ko'rishib, ya'ni Famstrecha qilib nishonlamoqchi edim. Hozircha Famstrecha bo'lish kuni ma'lum emas, lekin joylari va hamma joy aniqda Anhor parkida xullas bo'lib o'tadi va kuni va soati aniq bo'lishi bilan men sizlarga ma'lumot beraman. Reski Instagram va Telegramda do'stlar, shu uchun hozir kelasigan obuna bo'lib aniq kuzatib boringlar, chunki bu men umrim davomidagi birinchi Famstrecha va bu ham bo'lsa 3 million obunachi bo'lganim uchun bo'ladi. Do'stlar, mana tashqari yana bir o'nlab mashhur blogerlar va shaxslar keladi. Xullas, sizlar uchun birinchi ofitsial Famstrecha va bir konsertcha qo'yamiz va obunachilarim ham tipa shouda qatnashib, million so'm qo'lga kiritishadi va sizlarga o'zim yangi meshlarimni tarqataman. Xullas, juda ham ko'p sovg'alar bo'ladi va obunachilar bilan jonli ko'rishamiz. Xudo xolisa hammalarni kutaman. Bir minglab odamlar kelsin, 108 ta bilan minglab kelsinda men hayron qoldim. Buncha odam ko'payib ketib qoldi deb. Shuning uchun ham davayki, omonxona aktivini ko'rsatamiz. Albatta kuzatib boringlar, chunki tez kunda joyini va soatini e'lon qilaman. O'shda ko'rishamiz. Let's go. Mana chap tarafga kirgan. Voy, bular nima bu qamoqxona? Qarang. Qatiga berkitamiz. Bu bitta etajga qo'yib qo'yinglar. Maqsud, shosh. Men kameram bering, qorong'ida ko'rib turadi. Qorong rejimini yoqish kerak uni. Qorong'i rejimni yoqqanda bosan ko'rib turib, tashqarida olib turgan. Qatiga berkitamiz, gamitaga. Tepaga qo'yinglar. Tepaga hamma qaraydi. Pastga berkitsangchi. Yaxshi variant. Davay. Ham ko'tarib. Voy, mana. Yo'q. O'sha qasi. Mana. Wo! Uncha bilmaydi. Da, idealni. Bab yotmaydi yo'q hech kim. Mana bitta gaz tiqib qo'yamiz ana. Bo'ldi, uncha bilmaydi, to'g'rimi? Hey! Maqsud hech kimmi? Yo'q, qorong'ida ko'rmayapman hech narsani. Sen o'zing tutsan. O'rtoqlar, mana buni qaranglar mana. Hech narsa ko'rinmayapti menga. Kamerada yaxshi ko'rinyapti-da faqat. Bilin. Maqsud kimdir ko'rdingmi? Mana klon. Qani? Mana. Ya boshqa narsa-ku, bu yoqqa kamerani. Bo'l, qayt uyga, qayt-da, qayt. Tez yuguraylik, klon kim? Oy, bilet. Stop. Yaqin oling. Kim? Voy, boshim baland. Mama qarasa. Qochinglar.
Nima bu bilan? Bo'yla buni kattaligini qara. Stop, man tushunmayman. Mana, Va bu bilet. chiqadi-ku bu. Do'stlar, saytda bunaqa klon yo'q-ku. Bo'yini ko'rdingmi? Bu boshi noreal bu. 2,5 metrmi, 3 metr bo'yi. Bu qani bu? Derin. Ana. Bu o'ziga qarang. Kim? Voy. Это что за аппарат? Bu sog'dam ishmas, bu sog'dam ishmas. Men qo'rqaman. Kitobni ko'rmadimi? Bizni yashirgan joyda? Ya, o'tdan sen topolmaysan uka. Men Yomonbek kitdim lekin. Men bilmayman nima qilish kerakligini hozir. Men umrimda bunaqasiga tushmaganman. Buni olgan klonlar mayli, qayergadir bolacha edi. Bir yo'q qo'rsa bo'lardi. Men mana shu hozir nima qilamiz? Mamitidan kim olamiz? Prikin, Mamitidan. Men 4 inson boshida yoniga bormoqchi bo'ldim. Kamera olib, tipi kadr olish kerak, baribir. Shuncha vaqt buni odamlar ko'rish kerak-ku. Bular qo'rqib ketdim aka, biladi. Ya'ni vuqor bosar ekan odamni. Tomiga mana bunaqa qilib yuribdi-yu. Oldingi safargisi bor-ku, giperaktivniy u odam bu yoqqa yomon tez sakrayapti. Dumini qarab, bila bo'yini. No, okey, hozir bekitib qo'yganmiz biz kitoblarni. Bunga по-любому shu narsa kerak. Ha, 100% bu kitobdan boshqa nima kerak bunga? Chamadanning ichidagi o'yinchoq, yana daftar bir balolar kerak. Biz uni bekitib qo'ydik. Hammasi yaxshi. Yo, hop, hammasi yaxshi, lekin tashqarida klon yo'q. Biling qayerdadir yo'q qoldi. Shoshma qani. Voy, stop, eshitasan? Qadam o'zi keldi. Ol. Yo'qmi? Slendermanmi bu? Yo'q, men 5 metr bo'yi. Yo'q. Chiko emas, Slenderman desak, o'zimiz uchun-a? Hech kim yo'q, o'chotda. Brat. Derazani yoping. Brat, nima qilasiz? Brat, nima qilasiz? To'miqlar bo'yinsiga. Welcome, sekinroq. Qarang, Gamitaga qarang. Yurganiga kim ahamiyat qaratib yurganiga? Ahamiyat qaratinglarmi yurganiga? Cho'loqlarni vazigina. Qiynalib yuryapti. Katta foizlar bilan u haqiqiy bilan bo'yi unaqa uzun emas. Menimcha-da. Oyog'ini tagida nimadir bor. Demak, qochib yursak deb o'z qilamiz. Nima bo'lgan taqdirda ham U bizani qo'llab yeta olmaydi. Da. Shu haqida bo'lsa bo'ladi. Lekin tez yursa-chi agar. Ha, qadami katta uni tez yetib oladi bizga. Bila. Hop, nima qilamiz? O'tiraveramiz shunaqa? Hozir nimadir qilishimiz kerak bo'lgan narsani balkim через kitob olarmiz. Hop, bizani tutuvchi kitob olib qo'yadi-da. Hozir masalan bizni tutuvchi kitob olmaydi, chunki biz kitob yashirib qo'yganmiz. Balki prosta gaplashib ko'rarmiz, nimaga keldi u. Yashim, hayot san uchun multfilm, ha? Prosta gaplashib bo'ladigan. Hozir men, endi shu deb keldim demaydi-ku senga. Men kamerani olganda borib so'ratki. Chiq, serios chiq. Bo'ldimi? Mayli. Duqqatdan keldim bunga muncha. Farqi yo'q. Maqsad baqirib yig'lab kelgandan so'ng qilaman hozir prosta. Davay, chiq. Chiq, qani chiq, ancha bor. Bitta aylanki endi. Voy, kelgan joyga borchi, qani balki kutayotgandir seni. Yo'q, mana hech kim yo'q, chiqinglar. Aldayapti hozir. Chiq qo'rqib ketib qoladi, aldayapti. Mana hech kim yo'q. Muncha qo'rqasizlar, kelinglar, mana yo'q. Qani yurishsin-chi, shoshma. Mana. Qo'lim bu taraflarga ko'ch chiqani. Mana, menimcha ketdi u. Biza chaqirmadik-ku, klonni. Qancha anu kichkina ham emasdi, shu ko'rinmay qoladigan. Shu ko'rinardi agar bo'lganda. Hop, bo'lmasa hech qayerda bo'lmasa qayerda u. Shu, mana hech kim yo'q. Do'stlar, bo'y ko'rdinglarmi? Prosta. Ey, sayt olishdi. Oho, qaydi? Momentenga aytdim. Kitob olib qo'ygan bo'ldi, Borib tekshirish kerak. Kitob. Hop, qaydi? Qani qish? Jam, kam vahima qilib baqirma birinchi o'rinda. Klon hozir bu yerda kelmagan. Kitob mana aytib turibdi. Qani kitob? Mana ko'rmayapsan, men qarab bilinib turibdi-ku. Mana shuni ko'tarsan, olga mana. Ol. Da. Mana chimada mana turibdi. Xavfsiz joyda demak. Ha, xavfsiz joyga xavfsiz, lekin men o'ylab topganman buni. Lekin hop, klon kelib qolishi mumkin, hech narsa bilib bo'lmaydi. Bizga mощный strategiya kerak, tushunyapsizmi? Bu klon topib olishi mumkin. Masalan, kim top? Hey! Kimsan? Kimsan? Voy, bilma qo'rqaman, qaranglar. Kimsan? Voy, bilma qaranglar. Chimadan qara! Chimadan nima qilasan? Nima? Chimadan. Hey! Hop, nimani qo'laysan? Kitobni beraymi? O'yinchog'i ham. Stop, qaranglar. Hozir agar o'sha bir tiyinlik qimmat o'yinchoq senga muhim bo'lsa, o'yinchoqni bersang ketasanmi? Buyoqdan sotib qo'yaman. Bermasang o'zingdan ketaman. Qo'sh, bu yo'qsa ketaman. Ish. Voy, chimodonni bosib.
A? Chemadonimiz qolib ketdi. Chemadonni borib xon uyga kirib ol. Keyin sotadi. Mana olib ket, bop, shushib. Qanasan? Ol mana kamera olib ket. Do'stlar Maqsud вообще прям sal qoldi o'rtada do'st sotib qo'yadi.